Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kelin, uylaringizga mehmonga bormoqchimiz, yumshoqqina mazali nimadir tayyorlab qo'ying deb qoldi ayajonim. Qo'llarimni o'ynatib, pizza qilishga tushdim. Masalliqlarning to'liq retseptini videoning tavsifiga yozib qoldirdim. Iniq sutimizga drojni solib, dam oldirgani 10 minutga qoldiramiz. 10 minut dam oldirganimizdan so'ng qolgan boshqa masalliqlarimizni ham solib, yumshoq xamir qilib olamiz. Unimizni oz-ozdan solib, vinchik yordamida keyin qo'limiz bilan xamirni qilamiz. Qo'limiz yopishmasligi uchun orada qo'limizni yog'lab olsak ham bo'ladi. Mana shunaqa yumshoqqina xamirimiz tayyor bo'ladi. Buni 10 minutga dam oldirishga yana qo'yamiz. Bu orada masalliqlarimizni ustiga solinadigan masalliqlarimizni to'g'rab olamiz. Bulg'or qalampirini yoqtirmaganligim uchun bodring solmoqchi edim, yana solmadim. Ko'katlarimizdan mayda qilib to'g'rab solamiz. Men kolbasani 2 xil ko'rinishda to'g'radim, chunki ikkita tayyorlayapman. Siz ham o'zingiz xohishingizga qarab to'g'raysiz. Sirimizni ham kubikcha shaklda to'g'rab, maydalag'ichimizdan maydalab olamiz. Vaqt ketmasin deb. Xamirimizni yoyib, ketchup, mayonez aralashmamizni ham surtib, ustiga masalliqlarimizni qo'yib chiqamiz. Mazasini sizlarga ko'rsatib kelib qolganligi uchun, lekin juda ham ajoyib mazali bo'lgan.